Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Uzoqdan yaqindan kelmoqchi bo'lgan Rashid davlatida istiqomat qiluvchi aka-opa sigirlarimiz bo'lsa, UzAvtoTrans avtobuslardan tavsiya qilib qolamiz. Dushanba, chorshanba, payshanba va juma kunlariga bu reyslarimiz 19:00 da ko'rib turgan 24, 25 va 26 yo'lagingizdan avtobuslarimiz qo'zg'alib boradi. Kundan keyin Moskva shahriga, Sankt-Peterburg, Nijniy Novgorod, Vladimir, Samara, Penza, Rizan, Orenburg, Kazan, Nabережный Челны, Nijnikamskiy yo'nalishlarimiz ko'p aka-ukalar. Bemalol qaysi davlatda istiqomat qilmoqchi bo'lsangiz, Rossiya territoriyasining ichida xudo xohlasa barcha shaharlarga reyslarimiz, komfort avtobuslarimiz kirib boradi. Bu avtobuslarimiz davlat tomonidan qo'yilgan reyslar. Bagaj masalasiga kelsak, bagajlarimiz keng. Bu avtobuslarimiz salarkada yuradi, gazda emas, betanda emas aka-ukalar. 30 kilodan 50 kilogacha olib kelaversa bemalol sig'uradi aka-ukalar. Tanlovda adashmasliklar so'rab qolamiz. Eri xotin, choli kampir, farzandi bor bemalol kelsanglar, oldi qatordan joylarimiz qilib beramiz. Xudo xohlasa avtobuslarimiz to'g'ri to'lmasa grafik asosida yurib boradi aka-ukalar. 93 258 80 80 nomerlar. Telegram, WhatsApp ishlab turibdi. Onlayn tarzda yoki primoy telefon qilib, ketishingizdan bir kun oldin onlayn tarzda joy olib qo'ying. Stop kelganingizda joyingiz tayyor turaveradi aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar va Rossiya davlatida yashab kelayotgan aka-ularimiz O'zbekistonga ona vatanga qaytmoqchi bo'lsalar, +7 966 270 55 55. Telegram, WhatsApp, Maxlarimiz ham ishlab turibdi aka-ular. Telefon qilib batafsil ma'lumot olib kelaverasizlar. Tanlovda adashmanglar. Sog' bo'lasizlar. Toshkent avtovokzalida kutib qolamiz.